Assalomu alaykum vatandoshlar, sizlarga sog'lik omon tilagan holda men hozir Yashil dunyo hududi 12 emas 9 qavatli domlar, elita house domlari, g'ishlik domlarga kelib turibman. Mana shu yerda ikkinchi etajda sotiladi 3 xonali kvartiramiz 10,82 kvadrat, biz turgan joy koridor edi. Tashqarishdan shunday kirganda sizni sanuzil qarshi oladi. Sanuzilni alohida dushovoy bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rsating. Zudlikda alohidaligiga e'tibor beringlar. Shamol aylanishda skvoznak kvartira desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Koridor keling. Bu tomonga bolalar xonasi, spalni xona bilan tanishtiramiz. 82 kvadrat 650 million so'm deb baholandi. Yaqin yil remontdan chiqdi. Korobka holatda olingan, mana shu holatga kelguncha dunyoni pulini ichiga sig'dirib ketdi. Ustalarning qo'li dard ko'rmasa, mana shunaqangi xizmatlarni qilgan ustalarning qo'llari ilohim dard ko'rmasa. Mana Yashil dunyoni prototipida bo'layapti. So'z isboti bilan mana bu oshxonamiz edi. Ko'rsating Yashil dunyoni. Ko'ring mana markazdan dedinglar. Ikkinchi etajdan bo'layapti. Zudlikda sotilyapti. Aytgancha siz bu uyimizni naqd pul yoki da bo'lmasa 300 million, 350 million yetmay qolsa, ipoteka ikkilamchi chiqib beramiz. Zudlikda ulgurib qolinglar. Yashil dunyo hududi 9 qavatli dom, ikkinchi etaj. Bu mehmonxonasi 82 kvadrat 650 million so'm. Naqdga oladigan bo'lsangiz, xayriga kami bor. Naqdga, ipotekaga bo'lsa saligini tushunasizlar, kami yo'q. Pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar. Kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Mana shunaqangi chiroyli uy izlab yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Faqat bunaqangi uylar Markaziy YouTube ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladi. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastda qoldirilgan nomerlar tuni kun xizmatingizda. Tamom.